Assalomu alaykum aziz do'stlar. Muhtaram ushbu loyihaning doimiy muxlislari, Oktobank yuzlari nomli loyihamizni biz davom ettiramiz va bugungi suhbatdoshim Oktobankning transchegaraviy pul o'tkazmalari departamenti rahbari Sodiqov Dilmurod Komilovichlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz bilan bugun suhbatlashish vaqtiga erishib turganimizdan xursandmiz. Rahmat. O'ylaymizki, bugun mana shu mashvaratimiz davomida sizni ko'pchilik uchun noma'lum bo'lgan qirralaringizni ham ochamiz va bevosita professional faoliyatingizga oid bo'lgan yangiliklarni, umuman olganda qiziqarli bir suhbatni taqdim etamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, ruxsat bersangiz boshlaymiz. Boshladik. Endi birinchi savol kirish qismi, keling shundan boshlasak. Transchegaraviy pul o'tkazmalari bo'limi Oktobankda qanday vazifani bajaradi? Nima uchun bu muhim? Transchegaraviy pul o'tkazmalari departamenti asosiy maqsadi shu transchegaraviy pul o'tkazmalarini xavfsiz, tez, keyin mijozlar uchun qulay tarzda amalga oshirish imkoniyatini yaratadi. Transchegaraviy pul o'tkazmalari nimaga kerak degan savolda hozirgi kunda transchegaraviy pul o'tkazmalari faqatgina bu nima deydi, moliyaviy xizmat emas, u doimiy kunli tartibda kerak bo'layotgan xizmatlardan biri hisoblanadi. Sababiki bizani yurtdoshlarimiz masalan chetda ishlashi mumkin yoki chet fuqarolari masalan O'zbekistonga kelib ishlayotgan hozir juda ham ko'p sohalar bor, masalan ta'lim sohasini olsa bo'ladi yoki meditsina sohalarida ularni oilasiga yoki yaqinlariga pul o'tkazishi, oyligini o'tkazishi yoki bizani yurtdoshlarimiz chetdan bu yoqqa O'zbekistonga oyliklarni o'tkazishida tez va qulay nima deydi, shu xizmat turini taqdim qilyapti hozirgi kunda. Hozir mana siz tilga olib o'tdingiz, bu inkor etib bo'lmaydigan omil, ya'ni insonlar uchun juda ham muhim bo'lgan jihat bor, bu tezkorlik, shaffoflik va albatta xavfsizlik. Ayniqsa bu insonni o'sha moliyaviy resurslari bilan bog'liq holat bo'ladigan bo'lsa. Endi savol oddiy, bu aynan hozir yuqorida sanab o'tgan sifatlarimiz deymizmi, xususiyatlarni qanaqa qilib yanada bir optimal tarzda amalga oshirish mumkin? Bu xavfsizlikni, tezkorlikni oshirish uchun Oktobankda hozirgi kunda zamonaviy platformalardan foydalanib kelinyapti. Ular bilan xalqaro moliya institutlari bilan masalan integratsiyalarimiz yo'lga qo'yilyapti. O'zimizni raqamli texnologiyalarimizni rivojlantirish orqali bu narsalarga erishib kelyapmiz hozirgi kunda. Demak, yangiliklar bor. Yangiliklar hozir ham bor. Kelajakda ham bu yangiliklarni to'xtatmaslikka harakat qilamiz. Rejada ham bor. Dilmurod Komilovich, biz zamonaviy texnologiyalar davrida, ayniqsa mana so'nggi 10 yillikda bu narsa juda ham sezilyapti. Yashayapmiz, kun kechiryapmiz, kundan kunga turli sohalarda shu zamonaviy texnologiyalarni ko'rib guvohi bo'lib boryapmiz. Endi savol paydo bo'ladi, Oktobank o'z mijozlariga qanaqa zamonaviy texnologik yechimlarni, yangi yechimlarni taklif qilyapti yoki taqdim etyapti? Zamonaviy yechimlar deganda hozir asosan hamma narsa hozir mijozlar uchun qilinyapti. Sababi bank mijoz uchun, mijoz bo'lmasa bank yo'q. Shuning uchun bank mijoz uchun har doim ishlaydi. Shu nuqtai nazardan bankda hozir asosan shu mobillikni rivojlantirish bo'yicha asosiy ishlar olib borilyapti. Buni oddiy misol qilib masalan internet banking rivojlanishi, nima deydi, yana mobil ilovalarning rivojlanishi, IT решениялар taqdim IT yechimlar bo'yicha har bitta mijoz bilan alohida kerak bo'lsa gaplashib, uni xohishiga qarab masalan yechimlar taqdim qilib kelyapti hozirgi kunda. O'zi umuman pul o'tkazmalari, transchegaraviy pul o'tkazmalarining ham o'ziga yarasha bir tarixi bor. Agar bir paytlar bu vositani o'sha qadim zamonlarda insonlar bir-birini jismonan bir ko'rish, o'sha transport sifatida otlardan foydalangan holda amalga oshirishgan bo'lsa, berib yuborilgan deylik, oddiy til bilan aytganda. Bugun zamonaviy texnologiyalar kirib kelish oqibatida siz deylik yer sharining boshqa bir nuqtasida joylashgan o'zingizga
yaqin bo'lgan bir insonga daqiqalar, soniyalarda o'sha kerakli mablag'ni yetkazib berish imkoniyatiga egasiz. E, Bu geografiya kengayib boryaptimi, masalan, shu nuqtalar? Albatta, bu bo'yicha xalqaro hamkorlarimiz bilan ham doimiy shartnomalar tuzyapmiz. Doimiy ravishda tuzilib kelyapti. U shartnomalarning soni ham, bizani hamkorlarimiz soni ham hozirgi kunda kengayib boryapti. Bu degani baribir u pul o'tkazmalarining geografiyasini kengaytirish maqsad, asosiy maqsad. Chunki bitta dona ikkita yo uchta davlat bilan chegaralanib qolish niyatimiz yo'q. Uni kengaytirish. Bizani rejamizda ham hozirgi kunda ham o'zi nima deydi, Visa Direct mahsulotimiz bor, o'sha xizmatimiz bor. Visa Directda ham hozir salkam butun dunyodagi hozirgi mamlakatlarga pul o'tkazmalarini amalga oshirish mumkin. Aynan oluvchini viza kartasiga soniyalarning ichida pul o'tkazmasini Dunyoni istalgan nuqtasida foydalanish mumkin ekan, oddiy til bilan aytganda. Hozir xalqaro hamkorlik haqida aytib o'tdingiz. Shuni ham keling kengroq ochaylik. Shu haqda ham qisqacha so'zlab bersangiz. Xalqaro hamkorlik qaysi, masalan, davlatlar bilan qaysi xalqaro, masalan, shu hamkorlikni o'z ichiga oladi? Bizani hozir asosiy hamkorlarimizdan masalan Rossiya Federatsiyasi bor, Qozog'iston olaylik, Qirg'izistonda, Armeniya bilan, masalan, Emiratlar bilan, Koreya bilan. Bu yerda o'zi har bitta anaqalar yo'nalish bo'yicha o'zi ishlar ham olib borilyapti. Ular bilan shartnomalar tuzish, keyin nima deydi, kerakli masalan hisob raqamlari ochish, shular ustida hozir ishlar olib borilyapti. Hozir kunda masalan faqatgina O'rta Osiyo davlatlari emas, masalan Yevropa davlatlari, Yevropa davlatlarini hammasiga o'tkazish, masalan Turkiya davlatiga, Yevropa davlatlari, bu yerda hozir AQSh davlatlariga ham hozirda ko'rib chiqilyapti. Bular ham nasib qilsa tez orada bu bo'yicha ham o'sha yengilliklar bo'ladi. O'zi umuman agar e'tibor bergan bo'lsangiz, 2025-yilda yana bitta yoqimli holat bo'ldi. Ya'ni O'zbekistonga tashrif buyurgan turistlar soni ilk marotaba 10 milliondan oshdi-da. Bu ham o'sha sizni sohangiz, ya'ni pul o'tkazmalari, transchegaraviy pul o'tkazmalari sohasini birinchi planga olib chiqadi. Ya'ni bu xizmat turiga bo'lgan ehtiyoj oshib borayotganidan dalolat beradi. Bizdagilar masalan sayohatga vatandoshlarimizni chiqishlari ko'paygan. Keyin boya siz aytib o'tdingiz, turli sabablar bilan bu tibbiyot, ta'lim yoki sayohat deylik, yoki ish yuzasidan xorijga chiquvchilar soni ko'payib boryapti va aynan mana shu yo'nalishda siz faoliyat olib borayotgan xizmat turiga ehtiyoj oshib boradi. Shu narsani seziladimi faoliyatingizda hozir? Masalan, oldin mana shuncha edi. Hozir chunki mijozlar va ishonch haqida hozir suhbatni davom ettirsak degan ma'noda aytmoqchiman. Hozir seziladi albatta. Bu yerdan ko'proq hozir migrantlar yoki masalan kelib turistlar bo'yicha ishlanadigan bo'ladigan bo'lsa, masalan turistlar ham keldi, O'zbekistonda kelgandan keyin baribir o'ziga yarasha xarajat qiladi. Nima deydi, O'zbekiston iqtisodiyotiga bu yaxshi. Masalan kartalarda yo masalan olib kelgan naqd pullari qaysidir anaqada yetmay qoladigan bo'lsa ham, ularda ham imkoniyat bor. Xohlasa bizadan kartalarni ochishligi yoki to'ldirib olishligi yoki u yerdan boshqa davlatlardan boshqa davlat vakillari bizga kelganda baribir ularning nomiga masalan pul o'tkazmalari o'tkaziladigan bo'lsa, masalan bankimizga kelib olishligi mumkin bo'ladi hozirgi kunda. Mijozlaringizni asosiy ehtiyoji qanday va siz faoliyat olib borayotgan moliya muassasasi ularni shu ehtiyojlarini qondirish uchun qanday harakatlarni amalga oshiryapti? Mijozlar talabi asosan nima kerak ularga? Asosan xavfsizlik. Birinchi o'rinda xavfsizlik bo'ladigan bo'lsa, tezlik soddalik kerak bo'ladi. Sodda bo'lishi kerak, tushunarli bo'lishi kerak. Kirdi, masalan ko'rdi, kartasini tanladi, o'tkazdi. Masalan hozirgi kunda o'tkazmalar masalan faqatgina masalan nomer kartani yozish orqali emas, masalan telefon orqali ham yo'lga qo'yilgan. Masalan yuborayotgan odamingizda nomer kartasini bilmasligingiz mumkin. Lekin telefon raqamini bilasiz. O'sha telefon raqamini tergan holda o'tkazmani amalga oshiradigan bo'lsangiz, o'sha telefon raqamiga ulangan kartasiga borib tushadi mijozlar. Takliflar deymizmi yoki bo'lmasa munosabatlar bo'lyaptimi? Mana ancha rivojlanish bo'ldi oldingiga qaraganda. Oldin mana shu xizmat turida
biz ozgina o'zimizni komfortimizni his qilmasdik. Hozir ancha qulay bo'ldi, ancha komfortni, masalan, shu xizmatdan foydalanish komfort uyg'otyapti degan bir munosabatlar ham bildirishyapti. Bu bo'ladi albatta. Sababiki biz endi birinchilardan bo'lib shu mobil ilovani yo'lga qo'ydik. Yo'lga qo'yilganda ham masalan o'sha mobil ilovada faqatgina transchegaraviy pul o'tkazmalari xizmatlari emas, u yerda omonatlar, kreditlar bor edi. Masalan, Visa yoki Mastercard kartalarini ochish, Humo virtual kartalarini ochish, u kartalarning o'rtasidagi nima deydi, pul o'tkazmalari qimmatli vaqtini yo'qotmasdan, masalan, uyda turgan holda ham bizani mobil ilovamizni yozib olib, u yerdan o'sha identifikatsiyadan kerakli tartibda o'tkaziladi. Hammasi o'tkazilgandan keyin u yerda bemalol foydalanish mumkin bo'ladi har bitta xizmat turidan. Siz bilan suhbatga kirishdan oldin qiziqishlaringiz haqida so'raganimda, men sportga ham befarq emasman dedingiz-da. Endi mana shunaqa tushuncha bor, sportda birinchi bo'lish qiyin. Birinchi bo'lgandan keyin birinchilikni ushlab turish undan ham qiyin deyishadi. Endi hozir mana siz yuqori xizmat turi haqida gapiryapsiz, Oktobankni. Yuqori xizmat turini taqdim etyapsiz va mana shu yuqori xizmatni saqlab qolish ham katta bir mas'uliyat. Saqlab qolish yo'lida bank, moliya muassasasi qanaqa ishlarni amalga oshiryapti? Bizani asosiy maqsadimiz hozir egallab turgan reytingimizni tushirib yubormaslik, undan keyin yuqorilash o'zi asosiy maqsadimiz qo'yilgan. Bu reyting tushirib yubormaslik uchun doimiy ravishda masalan yangi xizmatlarning turini joriy qilish, mijozlarni ko'paytirish orqali bu reytingni ushlab turish yoki ko'tarish maqsadida ishlar olib borilyapti hozirgi kunda. Mutaxassis sifatidagi fikrlaringiz qiziq. Masalan, regionda, mintaqada transchegaraviy o'tkazmalarni istiqbolini, kelajagini qanaqa ko'rasiz? Bu sohaga talab oldin ham bo'lgan, hozirgi kunda ham bor va kelajakda ham bu tendensiya har kundan kunga oshib boryapti, lekin hali pasayayotgani yo'q. Hozirgi kunda masalan hozir gapirib o'tdik, bu O'zbekistonga masalan turistlarning oqimini kengayishi, fuqarolarning kelishida baribir bu narsalar baribir kundan kunga talab oshib boradi. Bank doimiy ravishda, endi boya aytdik-ku, raqobat borada ham doimiy ravishda zamonaviy texnologiyalar, tendensiyalar, yangiliklarni o'z faoliyatiga joriy etib borishi kerak va bu zamon talabi. Yaqin kunlarda yoki yaqin vaqt ichida yana qanaqa yangi xizmat turlari, umuman qanday yangiliklar taqdim etilishi mijozlarga maqsad qilingan yoki ko'zlangan deymizmi? Rejada bor. Hozir yaqinda gapirib o'tganimizdek, bizda hozir rejalarimizda mana shu xalqaro pul o'tkazmalari geografiyasini kengaytirish, xalqaro hamkorlarimizni ko'paytirib, masalan, geografiyani ko'paytirish asosiy maqsadimiz. Ya'ni mijozlarga yaratilgan o'sha imkoniyat va sharoitlarni yanada kengroq qilish, kengaytirish. Dilmurod Komilovich masalan Oktobank mobil ilovasiga 2025-yilning so'ngida yangi bir xizmat turi kirib keldi. Alipay Plus xizmat turi deymizmi? Shu paydo bo'ldi. Shu haqida gaplashsak. Nima o'zi bu? Soddaroq qilib tushuntirib bersangiz, qanday vazifani amalga oshiradi, qanday xizmat turlarini taqdim etadi? To'g'ri aytdingiz, bizda 25-yil oxirida Alipay xizmatimiz ishga tushdi mobil ilovamizda. Bu soddaroq qilib aytganda, hozir QR oplatalar bor. Aynan QR to'lov xizmatlaridan foydalangan holda faqatgina bu Xitoyga borganingizda, Xitoyga bordingiz, o'zimizni milliy Humo kartamiz bo'lsa, bizani mobil ilovamizga ulangan bo'lsangiz, o'sha Humo kartangiz orqali, o'sha QR skanerlar orqali masalan to'lovlarni amalga oshirish imkoniyatini beradi bu. Qaysi valyutada bo'lsa ham? Qaysi valyutada? Sizdan masalan o'sha so'mda yechib olinadi, Xitoy bilan bizda yuanda hisoblab u yerda to'lovingiz o'tiradi. Sizni hisob raqamingizda masalan so'mingiz turibdi, Humo kartadan so'm yechib olinadi. Ya'ni hozir mana tadbirkorlarimizni asosiy yo'nalishlari hisoblangan bu Xitoyda mana shunaqa qulaylik yaratilyapti. Birgina mobil smartfoni va mobil ilovani o'rnatgan bo'lsa bo'ldi, har qanaqa to'lovni amalga oshirish mumkin bo'ladi, to'g'rimi? Albatta.
hozirgi kunda umuman olganda bizani o'zimizni mobil ilovani oladigan bo'lsak, o'zimizni mobil ilovada masalan Humo karta, virtual Humo kartalarni yaratish imkoniyati bor. Humo Xitoyga bordingiz, u yerda masalan nimagadir to'lovga pulingiz yetmay qoldi. O'zimizni mobil ilovaga kiryapsiz, Humo virtual kartasini yaratyapsiz. Masalan, kimdir bu yerdan O'zbekistonda masalan u kartani to'ldirish u yerda muammo hozir yo'q, chunki P2P o'tkazmalari hozir juda ham keng rivojlanib ketgan. O'tkazib bergandan keyin bemalol o'sha do'konlarga deymizmi yo qaysi to'lov tashkilotlariga borib o'z ehtiyojingizga bemalol to'lovlarni qilib o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bundan oldin qanaqadir bir yugur va vaqtni talab qiladigan jarayonlar, kimgadir qo'ng'iroq qil, u sani qo'ng'irog'ingga javob bera oladimi vaqtida va unga iltimos qil, uni yonida puli bormi yo'qmi, senga tashlab bera oladimi, borib qaysidir muassasaga pul tashlash kerakmi. Umuman mana shu jarayon va ovoragarchilikni oldini uyda o'tirgan holda yoki borgan joyidagi nuqtasidan oldini olish mumkin bo'lar ekanda. Xuddi shunday. Bu yerda yana bittadan asosiy talab kerak bo'ladi. Bizani mobil ilovamizni yuklab olganingizdan keyin albatta O'zbekiston Respublikasi hududida identifikatsiyadan o'tib ketishi shart bo'ladi. Umuman moliya sohasida uzoq yillardan beri faoliyat olib borasiz. Mana bugungi kunda Oktobankning transchegaraviy pul o'tkazmalari departamenti rahbari hisoblanasiz. Ozmi ko'pmi aynan mana shu bankda ham faoliyat yuritgansiz. Oktobankni boshqa banklar bilan farqi nimada? Oktobankka boshqa nimasi bilan ajralib turadi? Asosiy ajralib turadigani mobilligimizda. Bizani boshqa banklardan ham yana ajratib turadigan ustunligimiz, yana bir ustunligimiz bu bizani ekvayring xizmatimiz hisoblanadi. Hozirgi kunda ekvayring xizmatlarini juda ham keng taqdim etilyapti. Bu bo'yicha ekvayring xizmatlarini taqdim etadigan alohida departament tashkil qilingan. U yerda ham masalan bir nechta xodimlarimiz faoliyat olib boryapti. Har bitta mijoz uchun individual yondashyapti hozirgi kunda. Dilmurod Komilovich mana so'nggi paytlarda ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda ko'p kuzatyapmiz. Bitta jinoyat turi ancha rivojlanib boryapti. Ko'p insonlar shuni orqasidan kuyib qolishayotgan, aziyat chekishayotganini yo'q emas, eshitamiz. Bu moliyaviy firibgarlik. O'sha karta bilan bog'lab operatsiyalar ayniqsa ko'p amalga oshirilyapti. Oktobank bu yo'nalishda ham mijozlarga bir xavfsizlik yaratish borasida belgilangan yoki muayyan bir ishlarni amalga oshirdimi? Albatta, Oktobank ham har doim rivojlanishda davom etyapti. Bu nima deydi? Firibgarlikni oldini olish maqsadida har kuni desa ham bo'ladi. Har kuni masalan yengillik kiritib boriladi. Bu borada Oktobank asosiy ustunliklaridan biri masalan antifrod sistemasini mavjudligi. Shuni kengroq tushuntirib bersangiz, nima bu? Antifrod sistemasi masalan misol tariqasida siz bizdan Oktobank mobil ilovasidan foydalanasiz. U mobil ilovadan foydalanayotganingizda masalan boshqa uskunaga, masalan boshqa telefon yoki boshqa planshetga u mobil ilovani yoziladigan bo'lsa, ikkita mobil ilovani ham antifrod sistemasi avtomat ravishda uni bloklaydi. Ya'ni u buni tashqi bir aralashuv deb qabul qiladi ikkinchisi, to'g'rimi? Bir vaqtda o'zida bo'ladigan bo'lsa, uni tashqi aralashuv deb nima deydi? Anglaydi. Anglab yetib, masalan, avtomatik ravishda bloklaydi. Undan keyin masalan, aynan o'zingiz kirayotganingizda o'zi tasdiqlaganingizdan keyin imенно sizni o'zingizni biza bankka bergan masalan telefon raqamingiz orqali kirib, o'sha nima deydi, uskunadan identifikatsiyadan o'tadigan bo'lgan taqdiringizda o'shandan keyin u ishlab ketadi. Tranzaksiyalar davomida ham, operatsiyalar o'tkazilayotgan paytda ham masalan antifrod sistemamiz juda ham yaxshi ishlaydi. Sababiki masalan sekundlarning ichida masalan tranzaksiyalar yurib ketayotgan bo'lsa, masalan tabiiyki masalan insonning o'zi masalan 1 sekundda masalan 10 ta yo masalan nechtadir operatsiya qila olmaydi. Shuni hisobiga ham oladi. Masalan bitta operatsiya o'tgandan keyin sekundlar orasida bo'ladigan bo'lsa, avtomatik ravishda uni blokirovkaga oladi. Oktobankni transchegaraviy pul o'tkazmalari departamenti o'ziga yarasha bir kichkina bo'lsa ham statistikaga egami? Mijozlar asosan qaysi xizmat turidan ko'proq foydalanishadi? Ya'ni xizmat turi deganimki, ta'limgami yoki sayohatgami yoki bo'lmasa tibbiyot yo'nalishidanmi?
Yo'q, u yoki bu sohada har bitta sohada o'ziga yarasha o'tkazmalar baribir mavjud. Aha. No, asosiysi baribir nima deydi, ish haqqilar, Ish keyin ish haqqilar. haqqi Aha. va masalan sayohatga bo'ladiganlar ko'proq. Manba nima deydi, meditsina xizmatlaridan ko'ra ularniki ko'proq baribir hisoblanadi. Va bu xizmatdan mijozlar doim mamnun bo'lishadi, ko'ngli to'lib. Albatta, chunki bizada baribir pul o'tkazmalarimiz tezligi farq qiladigan jihatimiz uni judayam tezligi. Sababiki biza pul o'tkazmalarini xizmatini taqdim qilish davomida biza именно bank bilan bank o'rtasida shartnomalarni imzolashga harakat qilamiz har doim. Sababiki o'rtada masalan qanaqadir platformalar boshqalar bo'ladigan bo'lsa, u nima deydi, pul yurishini yoki har bitta anaqasiga ta'sir qiladi. Chunki har bitta anaqadan o'tishida o'zini qanchadir sekundli bo'lsa ham masalan u narsani jarayonni, pul o'tkazish jarayonini masalan uzoqlashtiradi. Bu tabiiyki mijozlarni noroziligiga yoki masalan o'sha SMS xizmatidan u yoqda pul o'tkazayotganingizda SMS kelishi bo'ladi-yu, SMS kelgandan keyin uni keyin kirgizishingiz kerak pul o'tkazayotgan paytda. O'sha nima deydi, o'sha vaqtiga ulgurmasligingizga olib kelishi mumkin boshqalar. Bizda hozir именно bank bilan qilinayotganini sababi o'sha SMSlari hamma narsaga ulgurishi judayam tezligida. Asosiy ustunligi. Ustunligi. Hozir mana bank haqida gaplashar ekanmiz. Bankning obro'si, reputatsiyasi juda ham muhim. Aktobankni reputatsiyasini ushlab qolish uchun mas'uliyatni qanaqa his qilasiz? Bizda bank xizmatlari bankka baribir yuzi hisoblanamiz. Chunki mijoz bilan biza to'g'ridan to'g'ri gaplashiladigan bo'lganimizda ham u bizaga faqat shaxs sifatida emas, u bank xodimi, o'sha bank yuzi degan ma'noda o'sha qaraydi hamma mijoz ham. Shuning uchun ham bank obro'sini faqat ko'tarishga harakat qilamiz. Masalan, deylik, o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarida fuqarosi O'zbekistonga kelib, Visa yoki Mastercarddan foydalanishi mumkinmi? Bemalol. Bizda hozir hamma nima deydi, hamma to'lov tashkilotlarimiz, masalan, Uzcard deymiz, Humo deymiz, hamma to'lov tashkilotlarida Visa yoki Mastercard, masalan, Humo, Uzcard o'zimizning milliy kartalardan tashqari Visa, Mastercard, keyin nima deydi, Union Pay kartalarini qabul qilish hozir yo'lga qo'yilgan. Bu yerda bemalol chet el fuqarolari ham kelib, nafaqat bizning terminallarda, bankomatlarimizda ham bemalol yechib foydalanish mumkin bo'ladi. Aktobankning mijozlarini orasida xorijliklar ham bormi? Albatta, ular ham o'ziga yarasha masalan kartalar ochtirishadi. Masalan, oylik karta ochittirishi mumkin, yo o'zini shaxsiy kartalarini ochtirgan bir nechta mijozlarimiz masalan bor. Bizning xizmatlardan foydalanib kelishyapti shu kungacha. Tarixda ham kartalar o'rtasida farq bo'lardi. Ya'ni o'sha xalqaro o'tkazmalarni amalga oshiradigan kartalar o'rtasida xizmatlari ko'proq sharoitlarga ega bo'lgan kartalar ma'lum bir nom bilan yuritilardi va unga ega bo'lish uchun uni hisobiga kattaroq summa qo'yish talab etilardi. Va men endi bu yoqimli holat deb shaxsan mijoz sifatida qabul qilyapman. O'sha boshida chiqqanida eng VIP sharoitlarga ega bo'lgan kartani bugungi kunda o'sha minimal kartalarga ham taqdim etishyapti, eng past kartalarga ham. Mana shu tendensiya Aktobankda ham bormi? Ya'ni o'sha yaratilayotgan sharoitlar, karta bilan karta o'rtasidagi farq demoqchiman. Ya'ni mijoz sifatida bu juda ham muhim. Ya'ni men faqat katta pul to'lab qaysidir kartani olsamgina foydalanaman shu xizmatlardan. Ha, albatta. Hozir Aktobankda asosiy kartalarimiz xalqaro kartalar bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, Visa bilan Mastercard kartalarini emissiya qiladi Aktobank. Mastercardda ham Visa kartalarida ham ular kartalarning turiga qarab, premium kartalarida masalan har bittasida to'lovlarni ma'lum bir summaga to'lovlarni amalga oshirilgan hollarda, masalan, aeroportlarda, chet el aeroportlariga, o'zimiz aeroportlarda ham masalan biznes launchlarga kirishga masalan ruxsatlar beriladi yoki bor chet davlatlardan bu yoqqa uchib kelinganda masalan uygacha yetkazib qo'yadigan masalan taksi xizmatlari tekinga shunday yetkazib qo'yadigan taksi xizmatlaridan foydalanish mumkin bo'ladi. Bu xizmat turlari Visa kartalarimizda ham, Mastercard kartalarimizda ham mavjud.
Mhm. Endi ularni ishlash texnikasi bo'yicha oladigan bo'lsak, masalan, oddiy misolda mashinani misol qilib oladigan bo'lsak, mashina masalan nimaga kerak? Masalan, oddiy Jiguli yoki masalan Lacetti. Ikkalasi asosiy funksiyasi, uni bajaradigan funksiyasi masalan A tochkadan B tochkaga yetkazish. Uzoqni yaqin qilish. Uzoqni yaqin qilish bo'ldi. U yoqda ham kartalarda ham xuddi premialniy karta yoki oddiy kartada ham asosiy funksiyasi masalan to'lovlar. Shuni hisobiga masalan u premialniy kartalarimizni narxi ham u yoqda ichidagi qoldiq summalari ham masalan sal ko'proq bo'ladi oddiy kartalarga qaraganda. Asosiy farqi shunda bo'ladi. Dilmurod Komilovich, men professional faoliyatingiz bilan bog'liq mana suhbatni amalga oshirdik. Agar rozi bo'lsangiz, ko'rsangiz, boshqa bir muhitda, boshqacha bir kayfiyatda suhbatimizni davom ettirsak, u yerda sizga beradigan savollarim hozirgilardan biroz farq qiladi. Hozir aynan ish faoliyatingiz bilan bog'liq savollarni amalga oshirgan bo'lsak, suhbatimizning keyingi qismida ko'proq o'zingiz haqingizda suhbatlashmoqchimiz. Rozimisiz? Albatta roziman. Ketdik bo'lmasa. Ketdik. Dilmurod aka, zerikmayapsizmi? Yo'q, nega Suhbatimizning ikkinchi qismi, endi birinchi qismi biroz rasmiyroq bo'ldi, ikkinchi qismida samimiyroq suhbatni amalga oshiramiz deb o'ylayman. Hali oddiy tilda aytadigan bo'lsak, ko'ngilga yaqin bir qalban suhbat qilaylik. Choydan oling. Dilmurod aka, xalqimizda, umuman odamlar orasida shunaqa gap bor. Endi bu narsa menga yoshlikdan biri bor, bolalikdan biri bor deyishadi. Mana kasbiy faoliyatingizda uslubingizni shakllantirishga xizmat qilgan bolalik bilan, deylik, mana yoshligingiz bilan bog'liq xotiralar bormi? Bo'lisha olasizmi shu bilan? Bor deyman. Sababiki o'zi yoshlikdan men matematikaga qiziqqanman. Hisob-kitobga usta bo'lgansiz. Hisob-kitobga usta bo'lganman. Sababiki uni faqat meni o'zimdagi talant deb aytmayman, chunki bu otam bu narsaga qattiqroq turardilar. Chunki yoshligimdan tarbiya berardilar, shu matematika nimaga desa, ertaga kelajakda ham, hayotingda ham har bitta nima yo'nalishga chiqadigan bo'lsang ham baribir matematika bilan to'qnashasan degan ma'noda matematikaga juda qattiq turardilar matematikani. Har bir darslarimni nazorati ham kuchli bo'lardi, ayniqsa mana shu matematika bo'yicha-da. Demak, matematikadan yaxshi o'qigansiz. Ancha yaxshi o'qiganman. Hisob-kitoblarga yaxshi edim ancha yoshlikdan. Dilmurod Komilovich, masalan, rahbar uchun ichki muvozanat juda muhim hisoblanadi. Siz mana shu sifatga erishish uchun alohida kun tartibiga yoki bir odatga, fazilatga egamisiz? Departament endi boshqarishi o'ziga yarasha endi uslub talab qilinadi. Endi bizda departamentda qanaqa yosh kattalar, yosh kichkina har xil yosh toifasidagi xodimlar bor. O'shanga yarasha masalan har bittasi bilan iloji boricha individual yondoshib, chunki endi yoshroq bolaga qanaqa muomala bilan, o'zidan yoshi katta odam bilan qanaqa muomala, endi baribir o'zbekchiligi ham bir anaqasi bor, ta'siri anaqa yoshlikdagi tarbiya baribir muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Masalan, yosh kattalarga haqiqatda endi hurmat yuzasidan gaplashib anaqa qilamiz. Har bitta kadrni masalan o'zini mahorati bo'ladi deydi, o'zini pozitsiyasi bo'ladi, o'shanga qarab masalan ishlarni raspределение qilib, mana shu bo'lishib anaqa qilamiz. Mana shu moliya muassasasida ish faoliyatingizni boshlaganingizdan beri mana bugungi kungacha aytish mumkinki, qaysidir ma'noda ozmi ko'pmi bir muvaffaqiyatga erishgansizda. Departament rahbarisiz. Shu muvaffaqiyatingizni ortida nima desam ekan? Ko'zga ko'rinmaydigan, lekin doim sizni mana shu muvaffaqiyatga yetaklab turadigan bir odatingiz bormi? Yengilliklar kiritmoqchi bo'lsa, maslahatlashishdan yoki kimdandir nimanidir so'rashdan masalan qo'rqmayman, cho'chimayman. Bizani hozir bankdagi jamoamiz ham juda ham yaxshi. Ahil, juda ham inoq. Masalan, xohlagan savolingiz bilan kirib, masalan, nimadir savol bor, kirasiz, so'rasangiz, masalan, bemalol ochiq gaplashib, masalan, maslahatlashib, o'shani
yaxshi bitta anaqa nima deydi xizmat turlarini masalan ishlab chiqarishda ham hamma anaqa qiladi, yordam beradida. U yoqda именно o'zimni fazilatim demayman-ku, lekin bu yoqda jamoani nimasi desa bo'ladi, ahilligi. Har bitta savolga nimadir muammo bo'ladigan bo'lsa yordamga tayyorligi deb bilaman men. Hayotda shunaqa holatlar bo'ladi-da, Dilmurod Komilovich. Masalan, insonga to'g'ri keladi-da, qanaqadir bir qaror qabul qilish. Ming o'ylaydi, mulohaza qiladi, lekin qiyin bo'ladi, shu qarorni qabul qiladi. Vaqt o'tadi, qanchadir muddat o'tadi, ortga qarab turib, o'ylab, "Ha, shu qarorim shunga arzirdi" deydi. Shunaqa holat bo'lganmi hayotda? Bo'lgan. Qaysi holat? Именно o'sha aynan shu qaror qabul qilishim mani bankir bo'lishimga o'zi sabab bo'lgan. Neft gaz sohalariga qiziqqanman. Aha. Politexnika universitetiga o'sha maktabni bitirishim bilan Politexnika universitetiga imtihonlar topshirganman. Kirganman, faqat kontraktga ilinganman. Endi o'sha paytda nima deydi, kontrakt ham sal qimmatroq edi. Uydagi sharoitlar sal kelib chiqqan holda o'qimaslikka qaror qilganman. Endi keyingi yil yana topshiraman, budjetga ilinaman degan ma'noda o'zimga qaror qilganman. Lekin o'sha qarorimni ketidan nima bo'lgan, bitta sinfdosh, yaqin sinfdoshim men bank kollejiga topshirdim. O'sha u ham topshirgan ekan, faqatdir kira olmagan, qaysidir hozir aynan esimda yo'q, qaysidir institutga keyin xohlasang men bank kollejiga topshiryapman, u yoqdan o'sha institutni bali bilan u yoqqa o'tqizsa bo'lar ekan degan maslahat berib qo'ygan. Shundan keyin men u yoqdan bank kollejiga kirib ketdim, u yoqda bitirdim. Neft gaz sohasida qanchalik qanaqa mutaxassis bo'lardim hozir aniq emas. Balkim bundan-da yaxshiroqdir, balkim yomonroq ham bo'lishi mumkin, lekin hozirgi masalan ishlayotgan joyim, masalan ishlayotgan jamoam bilan masalan to'g'risini aytaman, faxrlanaman. Jamoam bilan deyapsiz, mana ahillik, inoqlik, biror bir qaror qabul qilishda yakdilmiz deyapsiz. Umuman insonlar orasida odamlarni rahbar sifatida emas, endi rahbarsiz-ku. Rahbar sifatida emas, inson sifatida tushunish muhim degan gap bor-da. Atrofingizdagilar, umuman hamkasblaringiz nima deb o'ylaysiz? Sizni qaysi fazilatingizni yaxshi ko'rishadi, hurmat qilishadi? Qaysi fazilatingiz, masalan, Dilmurod Komilovich deganda qaysi fazilatingiz birinchi bo'lib kun tartibiga birinchi planga chiqadi? Bu fazilatda endi lekin mana shu individual har bitta xodim bilan yondoshishim deb o'ylayman, chunki har bittasi bilan alohida gaplashamiz-da baribir. Qaysi ma'noda? Masalan, aka bo'lib gaplashasizmi, oila a'zosimi yoki mana rahbar deb bekorga aytmadim-ku, rahbarlikdan chiqqan holatda qanaqa bir yondoshlik bo'ladi sizda? Yo'q, masalan ish paytida masalan rahbarlik baribir qilishingiz kerak bo'ladi, xohlaysizmi, xohlamaysizmi. Talabchanlik baribir talab qo'yish kerak bo'ladi. Masalan, nimadir xizmat yaratilayotganda baribir uni bizda srogi bo'ladi, muddati bo'ladi, muddat qo'yilgan bo'ladi. Men muddatgacha tayyorlash, baribir u yoqda nima deydi, talab qo'yilmasa, u muddat cheksiz bo'lib qolishi mumkin, ehtimoli bor-da baribir. Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, tartibni yaxshi ko'radigan, inoqlikni talab qiladigan rahbar desak bo'lar ekan sizda. Hop, endi ishingiz yuzasidan kun tartibingizda uchrashuvlar bo'lishi mumkin. Bu hozir mana sanasi belgilangan bir topshiriqlar bo'lib qoladi, muddati belgilangan. Shular bor. O'ziga yarasha bir mas'uliyat bor-da, kattagina mas'uliyat bor. Departament rahbari sifatida kun tartibingiz ziq bo'lishi juda ham nima deydi, tabiiy holat. Va o'zingizga o'zingiz qiyin kun bo'ldi bugun degan to'xtamga ham keladigan kunlaringiz bor. Aynan mana shunaqa qiyin kunlarni yengib o'tadigan o'zingizni bir retseptingiz deylik, xalq tilida aytganda, bormi qanaqa tartibingizmi? Yo'q, menda odat bor. Aynan masalan oila a'zolarim, bolalarim oldida, ota-onam oldida o'tirib, masalan ozgina suhbatlashib, ular bilan nima deydi, birga o'tirish menda hamma nima deydi, stress boshqa bo'ladimi, qiyinchilik bo'ladimi, o'zi shunday chiqib ketadi deymanda. Baribir oilani ichida o'tirish baribir boshqacha deb o'ylayman men. Oilangizga, uyga kirib kelishingiz bilan boshqa ishxonaga bog'liq bo'lgan yuklar hammasi stress chiqib ketadi. Oilada boshqa insonsiz. Oilada boshqa insonman. Oilada har doim masalan ota-onam uchun baribir farzandman, bolalarim uchun masalan baribir otaman. Lekin rahbar sifatida ham ba'zi bir o'zingizda shunaqa savollar bo'ladimi? Ya bu oilam-ku, bu yerda ham ishxonadagi ba'zi bir
tartiblarni joriy qilib qo'yyapman degan holatlaringiz bo'ladimi? Yo'q, endi Yaxshi narsasi, bu yaxshi tomoni ham bor. yaxshi tomoni bor. Chunki aynan bu nimada ishlatsa bo'ladi? Ayniqsa masalan bolalarni hozir o'qishida bu talabchanlik, keyin o'shani kun tartibiga rioya qilishlikni masalan talab qilishim man yaxshiroq deb o'ylayman. Chunki bolani o'zini qo'yib qo'ysangiz hech bir o'qishga anaqa baribir nima deydi? Chiqib ketishi mumkin-da, uni baribir talab qilib turilmasa. Suhbatimiz asnosida aytib o'tdingiz, shu boshida Toshkent davlat universitetiga topshirilgan, texnik universitetiga topshirgansiz, hujjatlarni o'qish uchun keyin o'sha qarorni qabul qilgansiz, moliya muassasasida mana faoliyat yurityapsiz. Necha yildan beri ishlaysiz bank sohasida? Bank sohasida 2007-yildan beri ishlayman. 2007-yildan beri. Oktobank o'zida 2013-yildan beri. 13 yil bo'ldi. 15 deylik, 15-16 yillik aynan mana shu moliya yo'nalishida faoliyat olib boryapsiz. O'ziga xos bir tajribaga ega inson sifatida. O'zingizni bir shaxsiy ko'nikmalaringiz deymizmi, odatlaringiz bormi? Bank sohasidan tashqarida. Oddiy til bilan aytganda hobbilaringiz bormi? Hobbi, menimcha hamma insonda bo'lsa kerak. Men aytaman, futbol o'ynashni, futbol ko'rishni juda ham yaxshi ko'raman. O'ynab turasizmi hozir? O'ynab turaman. Hozir endi sal kamayib qolgan-ku, lekin yoshligimda o'zi futbolga ham borganman, ko'p juda trenirovka qilardik. O'ynab ham turardik. Hozir endi ham ish, ham uyni orada baribir vaqt ajratib qolaman. Sinfdoshlar bilan masalan o'ynab turamiz. Barselonami, Realmi? Barselona. Xo'p, ko'pchilikda shunaqa stereotip shakllanib qolganda, davlat xizmatchilari, xususan mana shu bank sohasi vakillari o'tirib ishlayishadi. Ya'ni kam harakatli. Shu narsa rostdan bormi? Hayotga sportni, jismoniy bir faollikni bank sohasi ham joriy qilsa bo'ladimi, xodimlari ham? Yo'q, bank xodimlari ham joriy qilsa bo'ladi. Mana hozir nimaga so'rayapman? Hozir juda bir udum bo'ldi, haligi team building degan tushuncha bor. Jamoalar yig'ilib, masalan, futbol o'ynab turishadi, voleybol o'ynashadi, qaysidir bir sport turi bilan hozir aytib o'tdingiz, ahil inoq jamoamiz deb yig'ilishib, mana shunaqa sport tadbirlarini ham tashkil etib turasizlarmi? Bo'ladi. Bu albatta bo'ladi. U har bir bankda bor. Bizning o'zimizning bankda ham hozir masalan bankdagi har bir bolalar masalan yig'ilishib futbol tashkil qilinadi. U imini Oktobank o'zi tashkillashtirib beradi uni. Har bitta xodim uchun hozir sport zalga borish uchun bank o'zi sharoit yarattirib bergan. Har bir masalan o'zingiz boradigan bo'lsangiz ham masalan puli to'langan, yozilasiz, borasiz bemalol. Demak, borib shug'ullansa bo'ldi. Hamma sharoit bor. Sababi endi bank ham masalan aytasiz, o'tirib ishlanadi, baribir o'shani hisobini olgan holda masalan bemalol chiqib o'shani trenirovkasiga borsin, xodimlar uchun sharoit qilib bergan. U juda ham yaxshi deb o'ylayman bu narsani. Bu sharoitdan qanchalik foydalanishyapti? Ko'pchilik boradi. Ko'pchilik boradi. Hozir shunaqa trend bo'ldi, ko'pchilik sportni qaysidir turiga baribir kun tartibida rioya qilgan holatda ishdan keyin yoki ishgacha ham borish bir udum bo'ldi. Bu yaxshi tendensiya mening nazarimda va bu tendensiyaga ergashayotganlar orasida bank xodimlari borligi ham odamni xursand qiladi. Hozir yaxshimi yomonmi suhbatni amalga oshiryapmiz? Ya'ni qaysi ma'noda-ku men sizga ma'qul bo'ladigan savollarni bera olyapmanmi, shu ma'noda so'rayapman va sizni umumiy bir kartinangizni tasvirlayapmiz, chizayapmiz. Savol bermoqchiman. Mana atrofingizdagilar, hamkasblaringiz, rahbariyat, umuman odamlar sizni qanday bir fazilat bilan deymizmi, eslashlarini xohlaysiz? Men hozir sanab o'tmoqchiman. Qat'iyat, rahmdillik, strategiya yoki o'zingiz boshqa bir fazilat aytasizmi? Strateg degan ma'noda. Bu nima o'z ichiga oladi? Strateg deganda nima nazar? Strateg deganda baribir xodimlarni qanaqa boshqarish, har bitta qo'yilgan masalan har bitta qo'yilgan masalani yechimida baribir strategiya baribir muhim hisoblanadi. Sababiki xodimlarni shunaqa qo'yish kerakki, o'sha masala yechilishi uchun baribir shaxmat donalarini ham to'g'rilab yorsangiz,
Yutuqqa yutuqqa erishasiz. erishasiz. Aha. Bu yerda ham xuddi shu narsada baribir nima deydi, shaxmat donachalarida misolida endi xodimlarni tasavvur qiladigan bo'lsak, har bittasini joy-joyiga qo'yib, qanaqa ishlatishni biladigan bo'lsangiz, shuning uchun strategik deganida ishlab qolishligini xohlayman. Xodimlar, strategiya degan so'zlarni ishlatyapsiz. Mana hozir ya'ni rahbarlarni o'zini shaxs sifatida rivojlantirishiga xizmat qiladigan adabiyotlar ham borda. Qo'llanmalar, kitoblar bor. O'zingizni shaxsingizni rivojlantirish uchun kitoblar ham o'qib turasizmi? Aynan o'zingiz yo'nalishingizda rahbarlar uchun deylik, qo'llanmalar. Ha, kitoblar o'qib turaman. Umuman olganda o'zi kitob o'qiyman. Yaxshi ko'rasizmi Kitob yaxshi ko'raman, o'qib turaman. Aha. Bu ikkinchi savolim. Hozir birinchi savolimga javob bersangiz. Ya'ni aytmoqchimanki, qaysi kitoblar sizni shu rahbar sifatida, yaxshi rahbar sifatida shakllanishingizda xizmat qilgan? U aynan bank, moliya yo'nalishida bo'lishi shartmi? Yo'q, moliya yo'nalishida bo'lishi shart emas. Aha. Hozir to'g'risini aytaman, yozuvchini esimdan chiqardim. Eslolmayman to'g'rirog'i. Qanaqa kitobxonman deb baholaysiz o'zingiz? Yo'q, endi har kuni o'qishga ulgurmay qolishim mumkin, lekin bo'shroq vaqtim bo'lsa adabiyotlar o'qib turaman. Mana siz yoki bo'lmasam insonni deylik, muvaffaqiyati qanday omillar bilan o'lchanadi? Misol uchun, mansab, ta'sir, hayot sifati yoki atrofdagilarga qoldirgan izi yoki u haqidagi fikrlari bilan. Ko'proq shu atrofdagilarga qoldirilgan izi ko'proq deb o'ylayman, sababiki har bir inson ham masalan ishlab ketishi mumkin, lekin uni qoldirgan izi baribir keyinchalik ham baribir qanaqadir masalan yozuvchilar oladigan bo'lsa qoldirgan adabiyotda keyinchalik eslanadi. Xuddi shu anaqa ma'noda qoldirgan izi deb men o'ylayman. Shunaqa fikr shakllanyaptiki, sizni masalan siz haqingizda suhbat ketganda tartib birinchi o'rinda eslanadigan narsa. To'g'ri talqin qilyapmanmi? Tartib. Dilmurod Komilovich deganda tartibli rahbar. Xuddi shunaqa. Har bir rahbar o'zini tilla qoidasi bor, amal qiladigan hayotida shiori bor. Sizni qanaqa tilla qoidangiz bor? Tilla qoida endi sal qiyinroq savol. Tilla qoidaga endi asosan faqat oldinga-da bizda. Nima bo'lsa ham faqat nima bo'lsa ham faqat oldinga. Shu qoida sizga ko'p foyda keladi, chunki nima deydi? Chunki nimaga unaqa deyapman? Ba'zida bir qadam oldinga, ikki qadam orqaga tashilgan holatlar ham bo'ladi-da hayotda. Yo'q. Bizda maqsad qo'yildi, o'sha maqsadga yetishga iloji imkon darajada men harakat qilaman. Ishingiz qiyin deb hisoblaysizmi? Yo'q, unaqa qiyin deb o'ylamayman. Sababi hozir menga qiyin deb o'ylamayman, lekin boshlab olish, keyin uni u darajaga chiqish uchun baribir o'ziga yarasha qiyinchiliklarni yengib o'tishingiz kerak bo'ladi. Hozir endi shuncha yillik tajriba o'zi bor, bemalol masalan ishlasa bo'ladi. Hozir unaqa qiyin deb o'ylamayman men. Farzandlaringiz sizga havas qilib, ota men ham bank sohasida ishlamoqchiman, bankir bo'lmoqchiman desa, ularni qo'llab-quvvatlaysizmi yoki bu kasb mas'uliyatini, qiyinchiliklari, og'irliklarini his qilgan holatda ularni bu qarorlaridan qaytarishga harakat qilasiz? Yo'q, men farzandlarim agar nimadir maqsadi yoki imini mana shu bank sohasini tanlamoqchi bo'ladigan bo'lsa, qaytarmagan bo'lardim. Chunki bolalarni baribir shashti o'ldirib qo'yish hech bir anaqam yo'q. Hozirda ham lekin kichkina o'g'lim masalan havas qiladi. Mana bankir bo'laman deb anaqa qiladi. Katta o'g'lim lekin IT sohasida ketmoqchi. U IT sohasida ketyapti, unga ham masalan hech qanaqa bir nima deydi, qaytarish yo bankka kir yoki o'zini xohishi bor, baribir o'zini nima deydi, har bitta odam o'zini yaxshi ko'rgan ishini qiladigan bo'lsa, nima deydi, yaxshi xodim, muvaffaqiyatga erishadi, yaxshi xodim chiqadi deb baribir. Hozir farzandlar haqida gaplashdik. Ota-onangiz bank sohasini tanlaganingizda shu yo'nalishda ishlamoqchiman deganingizda qanaqa qabul qilishgan? Yo'q, to'g'ri qabul qilishgan, qarshi ham bo'lishmagan lekin. Neft gaz sohasida-chi o'zingiz tanlaganmidingiz yo ota-onani talabi yoki bo'lmasam ko'rsatmasi yoki xohishimidi? Yo'q, endi baribir har bittani bolada nima deydi, qanaqadir kelajakni o'zida xohishi bo'ladi-yu. Endi men o'sha paytda, masalan, o'sha maktab paytida neft gaz sohasi deb o'zim uchun yurardim, chunki men faqat
matematika dedim o'sha kuni. Matematika ham emas, faqat masalan ximiya, masalan aniq palla bo'yicha ham bir yaxshi anaqada bo'lganmiz-da. Endi ximiya, matematika bo'lgandan keyin sразу o'shani nima deydi? Neft gaz sohasini tanlamoqchi bo'lganman. Lekin afsuslanmayman, hozir bankir bo'lib ketganimdan. Hozir sizga men navbatchi savolni bermoqchi emasman, ya'ni juda ko'p beriladigan savol bor. Baxtlimisiz deyishadi. Unga tabiiyki ko'pchilik ijobiy fikr bildiradi. Ha deydi. Siz Oktobankning transchegaraviy pul o'tkazmalari departamenti rahbarisiz. Ma'lum ma'noda yutuqlarga erishgansiz. Ahil va 9 oilani a'zosisiz, farzandlaringiz bor. Ana shu omillarni hammasini hisobga olgan holatda men bir savol bermoqchiman. O'zingiz shaxs sifatida endi ko'pchilikga qiziq. Baxt tuyg'usini, baxt deganda birinchidan nimani tushunasiz? Bu bir. Ikkinchisi, shu baxt tuyg'usini oxirgi marta qachon his qildingiz? O'zingiz masalan ichingizdan o'tdi. Shu baxtni bir yurakdan o'tkazdingiz. Baxt degan tushuncha endi sal kengroq deb bilaman. Sababiki masalan ota-onangiz borligi, masalan o'zi bitta baxt. Farzandlar borligi bitta baxt. Soppa-sog' yuribmiz, ishimiz bor, oyligimizni vaqtida olib turibmiz. Bu ham baxt unday olib qaraganda. Men asosiy baxtni nimadan deb bilaman? Kimgadir qaysidir inson sifatida insonga qilgan yaxshiligi deb bilaman. Insonga qilgan yaxshilik. Bu inson kimgadir yaxshilik qiladigan bo'lsangiz, masalan yaxshilik deganda imini pul berib turish yo'q boshqa emas. Masalan nimadir o'rgatish bor. Nimadir ko'tarish bor deysiz. Yo'ldan o'tkazib qo'ydingiz. Oddiy misollar oddiy ko'rinishi mumkin, lekin kimgadir u yordam. Kimgadir masalan o'shani men insoniylikni baxt deb bilaman. Endi buni qachon oxirgi marta his qildingiz? Bu narsani to'g'risini aytaman, har kuni his qilgim ham keladi. Har kuni harakat qilaman bu narsani his qilishga. O'xshaydimi? O'xshaydi. His qilasiz. His qilib turamiz. Bizni tomosha qilayotganlar, o'zingizni sohangiz vakillari, umuman moliya sohasida ishlashni xohlayotgan yoshlar ham tomosha qilayotgan bo'lishi mumkin bizni. Ularga qanaqa bir tilaklar yoki masalan bir yo'llanmalar, tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Endi aynan bank sohasi, moliya sohasini tanlaydigan odamlarga endi nima deydi? Asosan ko'proq shu iqtisod to'g'risidagi anaqalar materiallarni o'qishligini, keyin har bitta sohada baribir nima deydi? Faqat kitobni o'qigani bilan ham o'zida anaqa bo'lmaydi. Nima deydi? Bank sohasida ayniqsa masalan praktika bilan, nazariya bilan praktikani, amaliyotni har doim anaqa sal boshqacharoq bo'ladi-da. Amaliyotni ko'proq qilishlarini so'rayman. Ya'ni kelishsin, o'rganishsin, o'zligini ustida ishlashligini ko'proq xohlayman. Amaliyot shu tajribali bo'lishi asosiy kalit. Asosiy kalit. Kayfiyatingizni ko'tarish uchun qanaqadir qo'llaydigan usullaringiz bormi? Kimdir masalan musiqa tinglaydi, kimdir o'ziga ko'ngliga yaqin inson bilan suhbat qiladi, kimdir unga motivatsiya beradigan bir suhbatlarni tomosha qiladi. Men ko'proq 2-3 ta endi yaqin og'ayningiz bo'ladi, baribir yurakdan bemalol suhbat qiladigan, xohlagan dardingizni aytadigan, xohlagan mavzuda xohlagan paytingizda telefon qilsangiz masalan qayerdadir ko'risha oladigan shunaqa 2-3 ta og'aynim bor. Ular bilan masalan bemalol o'shalar bilan gaplashib masalan hamma narsani aytib gaplashib o'sha chiqarib olishga. Do'stlaringiz o'zingizni sohangiz vakillarimi yoki boshqa kasb egalari? Yo'q, do'stlarim ichida masalan o'zimni sohamda ishlaydigan bitta do'stim bor. Boshqa sohalarda ham bitta boshqa sohalarda, asosan boshqa sohalar. Bittasi mana o'zimni soham bilan ishlaydi. Demak, ular bilan suhbat qilsangiz, hali kayfiyatingiz ko'tariladi. Hayotga bo'lgan haligi energiyangizni yana tiklab olaman. Xursandmiz siz bilan suhbatni amalga oshirganimizdan. O'ylaymizki, sizni qaysidir ochilmagan yoki ko'pchilik bilmaydigan qirralaringizni bizni tomosha qilayotganlarga namoyish eta oldik. Umid qilamanki, suhbatimiz sizga ham yoqdi. Rahmat, juda ham yoqdi, lekin siz bilan suhbat. Rahmat katta.